Hammaga assalomu alaykum, siz bilan Kardinal. Yaxshimisizlar, charchamasdan. Bugun PUBG Mobile'ga do'stlar va nihoyat yangi sezon A19-sezon Royal Pass yetib keldi. Hozir sizlar bilan birgalikda mana shu yangi kelgan Royal Pass'ni ko'ramiz. Qanaqa kiyimlar qo'shilgan, qanaqa orujalar, qanaqa skinlar o'zi arziydimi bu Royal Pass'ni sotib olishga va full qilishga. Hozir sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz, obzor qilamiz va qanday qilib tezroq full qilish yo'llarini ham bir ikkita usullarni o'rgatib boraman. Xo'sh, yangi sezon. Vosh, какой-то ko'rib kelishlari va animatsiyasi boshqacha. Royal Pass'ga ham kirib oldik. Bu yerda birinchi o'rinda вот такой kiyimcha. Qizlar uchun da, albatta yana qizlar uchun. Lekin chiroyli ekan. Какой-то shkolnik kiyim. Bu yerda ta garderobi bor va aytgancha karyoylasi. Men mana shu videoda bir kichkina sovg'a tayyorladim. Mana shu yangi Royal Pass kelgani uchun. Do'stlar, mana shu videoda 3 ta Royal Pass qo'ydim. Royal Pass yutib olish shartlari juda ham oson. Videomizga like bosasiz, kanalimizga obuna bo'lasiz va kommentariyaga ID raqamingizni yozib qoldirasiz, bo'ldi. G'oliblarni esa 20-may kuni Telegram kanalimizda aniqlaymiz do'stlar. Like bosing, obuna bo'ling va ID raqam yozib qoldiring. Hammaga omad. Do'stlar. Menga RP kerak emas, shundoq ham uysiy olaman desanglar, baribir videoga like bosib qo'yinglar. Bu bizning 80-YouTube kanalimiz. Bu 3-chi YouTube kanal do'stlar, 200 mingta bo'lishimiz kerak. Xudo xohlasa, likingiz, obunangiz uchun katta rahmat, sizlarni yaxshi ko'raman. Xo'sh, yana obzorni davom ettiramiz. Bu yerda shlem, bu yerda orujasi bor ekan, tapilka. Qiz bolalar uchun yana va bu yerda esa tak UC bor va ma'lumot o'rnini aytishim kerak do'stlar. Bu narsani ko'p kishi bilmaydi. Birinchi qatordagi narsalar bu RP olmaganlar uchun prosta tak PUBG ni o'zidan sovg'a beriladigan narsa. Misol uchun bu 15-darajada sizga mana shu jestni tekinga beradi. RP olmasangiz ham faqat RP ni zadaniyasini qilasiz va 15-o'rinda mana shuni tekinga olasiz. Ikkinchi qator bilan 3-qator narsalari bu Royal Pass sotib olganlar uchun do'stlar. Bu narsani ayrim odamlar bilmaydiganlar uchun bu kichkina bir ma'lumot. Xo'sh, bu yerda yana UC'lar va bu yerda tak shlem bor va shlemchasi. Qizlar uchun yana Okey, nimagadir PUBG faqat ko'proq qizlarni yaxshi ko'radimi bilmayman. Bitta o'g'il bola uchun narsa chiqarsa, ikkita qiz bola uchun narsa chiqaradi. Bu yerda parashyut. Parashyut ham hattoki RP olmaganlar uchun ekan. Bu respect PUBG zo'r. Va bu yerda bir kunlik lobby, UC, populyarniy va bu yerda oruja, lekin bu uchinali emas. Va bu yerda mifический kiyim. Mifический kiyim qanaqa? Arziydimi mifический kiyimga? Tak, prosta qanaqadir qog'oz oldi, nimadir yozdi va qo'lidan tilolarni chumchuq olib qochib ketdi. Okey, qanaqadir dolgi istoriya, ya'ni uzun tarixli jestimiz. Va bu yerda tak. Do'stlar, 40-o'rinda ikkita mifik narsasi bor ekan. Bu nima? Bu Ritser. Rim imperiyasidagi personajlar bo'ladi-yu, boshda mana shunaqa qo'yib qo'yadi. Bu o'g'il bola uchun qanaqa turadi? O'g'il bola uchun вот такой. Lekin bu qiz bola uchunmi, o'g'il bola uchunmi bu kiyim? Ko'proq qiz bola uchun ham ketadi, lekin achkisi какой-то o'g'il bola. Lekin zo'r do'stlar. Kim mifik yig'ayotgan bo'lsa, mana shu sezonda mana ikkita mifik bor. Hali 40-o'rinda, hali 100-levelda ko'ramiz qani nima qo'yilgan. Va bu yerda tak 40 UC va bu yerda yana 40 UC va bu yerda yana soch. Bu sochda va qiz bolalar uchun, bu soch erkaklar uchun. Lekin erkaklarga uncha o'xshamaydi. Takoy do'stlar. Men qiz bolalarga va takoy skromniy qiz bolalar uchun soch ekan. Xo'sh, bu yerda yana nimalar qo'shilgan qiz? Mana do'stlar, 50-levelda bizga ulучшение skorpionga oruja do'stlar. Lekin bir paytlar ham mana shu orujaga bizga kelchat chiqargan edi, esingizda bo'lsa. Bu yana narsalar qo'shilibdi bu yerda. Bu yerda kelchat, normalniy kelchat. 5 ta mini material va bitta katiam material bilan full qilsa bo'ladi. Zo'r. Xo'sh, yana bu yerda nimalar qo'shilgan ko'ramiz. Obzor. Va bu yerda 55-levelda jest tekinga. Xo'sh, yig'layapti, tipa, yig'lamayapti, o'ynayapti. Bu mushukchalarning jesti tipi oxirida potsiloy. Xo'sh, bu yerda oruja, bu arbaletga oruja. Zo'r. Aytgancha karyoylasi sizlarga muhim narsani aytish esimdan chiqib qolibdi. Men Telegramda katta konkurs boshlab yubordim. Konkursimizda takoy donaterskiy lednik flakon, undan tashqari 10 ta ming UC, undan ham tashqari 50 ta Royal Pass qo'ydim. Mana yangi sezon Royal Pass keldi, shu uchun ham 50 ta Royal Pass qo'ydim do'stlar. Konkursimizga qatnashib qo'yinglar, juda ham oson, 1 minutdan vaqtingiz ketmaydi. Mana shu videoning tagida konkurs uchun deb Telegram konkurs botimiz silkasini qo'yganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosasiz, Telegram konkurs botimizga kirasiz, start tugmasini bosasiz, 5 ta kanalga tirsiz, obuna bosasiz va konkursga qatnashib qo'yasiz. Bo'ldi do'stlar, sizlardan hech nima ketmaydi. Konkurs botga kirasiz, 5 ta kanalga obuna bo'lasiz, atigi 5 ta obuna bo'lasiz va qatnashib qo'yasiz konkursimizga. Konkursimiz xudo xohlasa 8-iyun kuni tugaydi, ya'ni 20 kundan keyin va 8-iyun kuni men YouTube kanalimizda stream yoqib, streamda hammani ko'zini oldida konkursimizga kimlar qatnashgan bo'lsa, qatnashuvchilarning orasidan 65 ta obunachimizga
akkauntlar, UC'lar va Real Pass'larni tarqatib chiqaman. Hammaga konkursga omad do'stlar, kirib qatnashib qo'yinglar. 1 minutdan vaqtingiz ketmaydi. Sovg'alar juda ham ko'p, yutish imkoningiz juda ham katta do'stlar. Konkursda hammaga omad. Biz yana RP'ni narsalarni davom ettiramiz. Obzor, ryukzak bu yerda вот такой qo'yni ryukzakimi bu? Tipa rimlarni ryukzaki, lekin qo'yni ham haykalchasi bor. Okey, va bu yerda tak ramkasi. Tak bu yerda yana nimalar bor? Meni bir lol qoldiradigan, hayron qoldiradigan bir narsa chiqmayapti bu yerda. Bu yerda qizlar uchun вот такой yana skromni, chiroyli Rim imperiyasini yana kiyimlar. Lekin bu chiroyli ekan. Bu menga yoqdi. Qizlar uchun zo'r kiyim ekan, ha do'stlar. Mash sezon qizlar uchun chiqargan, menimcha qizlar uchun chiqargan. Va bu yerda just mifический, qani mifический just va bu yerda qalqon qiladi. Qanaqadir lol qoldiradigan, hayron qoldiradigan mangni narsalari chiqmayapti RPda. Bu yerda DPS вот такой va bu yerda esa karyakka skinimiz chiroyli emas, nimasi chiroyli. Mana qanaqadir bir erkak kishi uchun emas, bir qiz bola uchun emas, bir o'rtasida, prям vav deydigan darajada chiroyli emas. Ну такой, так себе do'stlar, yomon emas. Ну такой do'stlar. Xo'sh, bu yerda esa va 100-leveldan nihoyat bizni mabnaqa mifический bizni kiyimimiz kutmoqda. Bu mifik kiyim eski davrlarning kiyimi, eski davrlarning rimlarni kiyimi. Aytdim-ku do'stlar, mana sezon rimlarni, ya'ni ko'rgan bo'lsangiz, event ham rimlarni sezoni bo'lgan. Mana kiyimlar ham какой-то Rim imperiyasi, какой-то Misrlarni, eski davrlarning kiyimlari bo'lgan. Ну вот такой aytganimdek, mana sezon qiz bolalar uchun вот такой sezon bo'pti do'stlar. Bu kiyim endi kimgadir qanaqada Rim imperiyasini yaxshi ko'radiganlar uchun вот такой zo'r. Kimlar bu kiyimni mazmunini tushunmasa, yoqmadi deydi. Meni fikrim esa RP o'rtacha, prям zo'r emas, prям yomon emas, takoy skromli kiyimlari bor. Kam bo'lsa ham ko'p kishi aytadi-ku, PUBG Mobile eskiligini yo'qotgan, faqat zamonaviy narsalar chiqaryapti. Mana do'stlar, mana Rim imperiyasi eski davrni bir zamonaviy kiyimlari, lekin bu ham zamonaviy, zato eski davrning kiyimlari. Xo'sh, bu yerda bizda 3 xil Real Pass bor. Birdan 50 gacha 360 UC turadi va bu yerdan 100-levelgacha 720 va 1920 UC turadi. Va do'stlar, kimga arzon, ishonchli UC kerak bo'ladigan bo'lsa va kimga arzon Real Pass kerak bo'ladigan bo'lsa, men o'zimni UC servisimni tavsiya qilaman. Bu Cardinal UC silkasi mana shu videoni tagida qoldirganman. UC uchun deb silka qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosasiz, bizni rasmiy UC magazinimizga kirib, arzon ishonchli narxlarda UC deysizmi, Real Pass deysizmi, Prime Plus, podpiska, paron xohlagan narsangizni bizni UC magazinimiz orqali sotib olishingiz mumkin. Arzon Real Pass ham bizni Cardinal UC magazinimizda, silkasi videoni tagida qoldirganman. Kirib, arzon narxlarda UC va Real Passni sotib olinglar. Ishonchingiz va xaridingiz uchun kattakon rahmat do'stlar. Bitta narsada mashinliklardan ehtiyot bo'ling. Hozirgi kunda mashinliklar ko'payib ketgan. Arzon narxda RP qidirib, arzon narxda UC qidirib, pulingizni to'liqligicha mashinliklarga uxlatib qo'ymanglar. Arzon ishonchli bu UC magazin, Cardinal UC silkasi video tagida qoldirganman do'stlar. Originali video tagida silkasi. Mana esa bu yerda 1920 UC'likdan bitta xarid qilib olamiz va bizni Real Passimiz birdan 32-darajagacha ko'tarildi do'stlar. Va bu yerda okey, zakrit hozir full qilamiz. Do'stlar, biza 2000 UC'li RP olganimiz uchun mana bu jestlar va bu yerdagi mana bu barcha narsalar tekinga berildi. Mana bu skin ham berildi. Yangi brandniy, ya'ni transport chiqqan-ku, arjasi o'zida. Skin berdi menga shunga. Buni ko'ramiz hali oxirida. Tak, bu yerda hozir biz birinchi o'rinda RP ni full qilishimiz kerak. Hozir men sizlarga qanday qilib tekin Real Passni tezroq full qilish yo'llarini ham o'rgataman. Qaranglar, bu yerdan chiqamiz. Bu yerda sabitaga kiramiz. Bonusli ochka RP ga kiramiz va go tugmasini bosadigan bo'lsak, bu yerda bizga zadaniyalar bajargan bo'ladi. Mana bunaqa получить qilib olamiz bunaqa monetalarni va bu monetalarni do'stlar mana bu yerga ishlatamiz. Bitta bosamiz, ikkita bosamiz, yana bitta bosamiz va bam va bizga 76 ta RP ochkosi yig'ildi va buni получить qilamiz va 76 ta ochko bizani Real Passimizga qo'shildi. Bu degani yarimtadan ko'proq bizga Real Pass qo'shildi do'stlar va bu yerdan chiqamiz. Kim agar o'tgan sezon Real Pass xarid qilgan bo'lsa, ularni hammasi mana bunaqa bir jeton bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Mana bunaqa RP bo'ladi. Buni ishlatamiz. Okey, va bizning Real Passimiz 32 dan 35 gacha ko'tarildi. Bu do'stlar, o'tgan sezon kimlar Real Pass olgan bo'lsa, mana shunaqa 250 ta RP ochkosi bo'ladi. Buni ham ishlatsangiz sizni tekinga RP'ingiz 2,5 taga ko'payadi do'stlar. Va bu yerda yana bitta yo'li bor. Yana RP ga kiramiz. Ikkinchi bo'limga o'tamiz. Ticket bo'limiga o'tsak, получitni bossak agar bizga
ikkita kartochka beradi. Bu Royal Pass sotib olganlar uchun bo'ladi. Bu ikkita kartochkani vazifasi do'stlar qiyin shartlarni yopish. Misol uchun menga mana shu zadaniya juda ham qiyin, shu uchun ikkita kartochkani ishlatib mana shu zadaniyani yopaman va menga 50 ta ochko qo'shildi. Mening tekinga RPM 36 bo'ldi do'stlar. Ay. Bu ham endi bir usul do'stlar. Bu yerda zabriyat qilsak egar, yana 200 ta ochko qo'shildi. Okey. Bu ham tekinga do'stlar. Bu prosta RP olganlar uchun. RP olsak shunaqa RP ni tezroq full qilish uchun bizda shans bo'ladi. Va bu yerda do'stlar qanday qilib RP ni tezroq full qilsa bo'ladi? Mana bu yerga kiramiz. Bu yerda nabor aktivность degan yashiga kiraman va mana bu yerdan esa har doimgidek do'stlar 7 ta xona sotib olaman. Tak, 7 ta xona 70 UC ga bam va bizning RP'miz do'stlar 100 level bo'ldi. Ay. Do'stlar zakrit qilamiz. Okey. Bizda dedi 7 ta xona ochildi. Bu 7 ta xona degani do'stlar biz 70 UC sarfladik, RP'mizni 100-level qildik va mana shu sarflagan 70 UC'mizni sezon oxirigacha olamiz. Qanday qilib desanglar, mana bu yerda 0 chiziqcha 7000 turibdi. Buni har sezon o'rgatman. Hozir ham bir 10 sekundda o'rgataman bilmaydiganlar uchun. Xo'sh, bu yerdan zabrat birinchi narsalarni olaylik. 1 legendar narsasi, 2 3 qani nechta narsa? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ta narsani oldik do'stlar Royal Pass'dan. Ay. Gap bo'lishi mumkin emas. Va bu yerda mana bunaqa vecha bor do'stlar. Bu vechaga biz har doimgidek mana bu jestlar bo'lmaga kirib, menda hamma jestlar bor-da. Shu uchun men mana bunaqa klassik yashik olaman. Bu klassik yashik menga kerak, chunki men klassik yashik yig'yapman. Menda 1393 ta bo'pti. Hali bu kam. Buni 3000 ta qilmoqchiman. Xo'sh, bu yerdan chiqamiz va bu yerdan ham chiqamiz. Mana bu yerga kiramiz. Endi qaraylik do'stlar, bizda 9 ta karta bor. Mana shu 9 ta kartaga bizga qiyin bo'lgan zadaniyani yopamiz. Mana buni yopamiz. Misol uchun mana buni ham yopamiz va biz Royal Passlarimiz mana bu yerga qo'shilmaydi. Mana bu hozir bizda yusiga yashiklar ochdik-ku, mana shu yashikga qo'shiladi. Mana hozir 300 ta ochko qo'shildi. Mana shu 300 ta ochko 1000 ta ochko bo'lganda 1000 yusini olaman, 2000 ta ochko bo'lganda 2000 yusini olaman. Shunaqa qilib men 7000 ta RP ochkosini yig'ib, sarflangan yusimni qaytarib olaman. Bu xuddi pulimni bankka qo'ydim, vaqtinchalik RP'mni full qilib oldim va sezon oxirigacha men 7000 ta RP ochkosini yig'aman-da va 7000 yusimni qaytarib olaman. Zato RP'ni birinchi kun bilan full qilgan bo'laman. Voy, bu aql bu IQ do'stlar. Aql ishlatib RP'ni birinchi kundan full qilaman deb, voy, Guardian RP'sini birinchi kundan 100-level qilibdi, 7000 UC 8000 sarflab, qanaqasiga deydi odamlar, lekin men bunaqa qilib aqlimni ishlatib full qilgan bo'laman. Va bu yerda yana qanaqa narsalar qo'shilgan? Menga RP'ni narsasini berdi. Qani bu yerda 900 ga jest. Arzimaydi, 900 ga sotib olib o'tirmanglar do'stlar, arzimaydi, vashcha tavsiya qilmayman. Bu yerda 1200 ga 4-sezon sochlari turibdi. Buni ochsangiz agar 1200 ga bitta yashik ochasiz va sizga random tarzda mana bu sochlardan bittasini beradi. Va bu yerda 4-sezon 100 yo'qmi? Yo'q, mana 100 bor ekan do'stlar. Bu yerda ham yashiklar turibdi va yashiklarda ham mana shu 4 ta narsani random tarzda beradi do'stlar. 1200 ga bitta olasiz, 4 tasidan bittasini beradi. Menda hozir 3 tasi bor. Mana bu 4-si yo'q, 4-sini menga 100% beradi, chunki yo'qligi uchun. Xo'sh, bu yerda yana qanaqa narsalar tak, yashiklar o'sha narsalar o'sha. Men bitta open case qilib ko'rmoqchiman. Mana bu yerdagi bitta mifik bosh yo'q ekan. Mana shu mifik boshni open case qilib ko'rmoqchiman. Tak, bitta o'ntalikda bizga 100 yetadi. Bam! Rahmat, o'rta cerebro berganing uchun. Bo'ldi do'stlar, biz Royal Pass hamma narsasini ko'rib chiqdik. Olgan narsalarimizni yana bir borda ko'rsatishim kerak emas. Hammasini RP'dan ko'rgan narsamizni nimaiki ko'rgan bo'lsak, hammasini oldim, lekin mana bu chiroyli turar ekan. Какой-то arzirka, lekin vashcha chiroyli turar ekan mana bu. Bu RP olmaganlar uchun bu ham какой-то chiroyli shalvarcha, bu yerda вот такой kiyimcha va bu yerda вот такой kiyimcha, lekin mana bu zo'r turar ekan. Buni rangini ham o'zgartirsa bo'ladi, full qilib. Biz full qilamiz, full qilsak bizga kolleksiyaga qo'shiladi. Bilmaydiganlar uchun do'stlar, mana kolleksiyaga 5 ta ochko qo'shildi. Va bu yerda mana qilib ranglarni ham o'zgartirsa bo'lar ekan. Qizil yoqdi menga. Men qizil yoqdi. Men qizilda qoldiraman. Va do'stlar, mana bu yerda populyarность battle boshlangan. Shundoq ID raqamimni terib, mana shu ID raqamimga tekin kurash kerak, tekin populyaristlar bo'lsa tashlab qo'ysanglar juda ham xursand bo'lardim. Biz populyarniy battleda yutishimiz kerak va battle soat 2 da boshlanadi. 2 dan keyin tarsiz populyarga tashlab qo'ysangiz, mana bu yerda haftalikda 1-o'ringa kirganga Royal Pass tashlab beraman. 1-o'rindan to 20-o'ringa kirganga men ham sizlarga populyarga
laykini tashlab, men ham sizlarni xursand qilib qo'yaman do'stlar. Populyaring tashlayotganlarga katta rahmat do'stlar. Va aytgancha do'stlar, kimga arzon ishonchli Real Pass UC kerak bo'ladigan bo'lsa, bu kardian UC silkasi videoni tagida qoldirganman. UC uchun deb mana shu silkani ustiga bosgan holda UC magazinimizga kirib, arzon ishonchli narxda Real Pass va UC larni xarid qilib olishingiz mumkin. Va do'stlar, muhim eslatma, men Telegramda katta konkurs boshlaganman. Lending full account, donatorskiy account, 10 ta 1000 UC va 50 ta Real Pass qo'yganman. Jami 65 ta sovg'alar juda ham ko'p, etish imkoningiz juda ham katta. Konkursimizga qatnashmaganlar bo'lsa, qatnashib qo'yinglar. 1 minutdan vaqtli ketmaydi mana shu videoni tagida. Konkurs shu deb silka qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosgan holda konkurs botimizga kirasiz. Start tugmasini bosib, atigi 5 ta kanalga tirsiz, obuna bosib qo'yib, konkursimizga qatnashib qo'yasiz. Konkursimiz 8-iyun kuni tugaydi va o'sha kuni YouTube kanalimizda stream yo'qib, streamda shu konkursimizga kimlar qatnashgan bo'lsa, qatnashuvchilarning orasidan 65 ta obunachimizga account UC lar Real Pass sovg'a qilib chiqamiz do'stlar. Bu siz uchun imkoniyat. Mana Real Pass keldi, Real Pass yutib olishingiz uchun bir zo'r imkoniyat do'stlar. 50 ta Real Pass bu juda ham ko'p, yutish imkoningiz juda ham katta. Konkursga qatnashib qo'yinglar. Konkursda hammaga omad. Va do'stlar, RPni ham ko'rib chiqdik. RP haqida to'liq fikrim faqatgina mana shu kiyim menga yoqdi. Qolgan kiyimlari o'rtacha, zo'r emas, yomon emas, lekin mana shu RPni mifichskiy kiyimi menga va takoy skromniligi uchun yoqdi. Kimlar mifik yig'ayotgan bo'lsa va kimlarga RP yoqqan bo'lsa, bemalol sotib olishinglar mumkin. Yokida bu RPni sotib olsangiz yanada PUBG o'ynash qiziqroq bo'ladi. Ya'ni klassikada men bu odamni o'ldirsam agar meni RPm ko'tariladi yoki men bunaqa shartini bajarsam RPm ko'tariladi va men bunaqa skinni olaman deb yanada o'yinni qiziqtirsangiz bo'ladi RPni sotib olib. Mana shunaqa RPni zo'r tomonlari bor. Va aytgancha qaryoylasi, videomiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Haligacha videomizga kimlar like bosmagan bo'lsa, like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'ling va ID raqamingizni kommentariyada yozib qoldiring, chunki 3 ta Real Pass qo'yganman mana shu videoda. Mana shu videoda ham bir 10 ming ta like ko'rsanglar, juda ham xursand bo'lardim. Like bosganingiz, obuna bo'lganingiz va qo'llab-quvvatlaganingiz uchun katta rahmat. Hammangizga yaxshi ko'raman, hammangizni hurmat qilaman. Hatto sizni ham keyingi videogacha ko'rishguncha bye bye do'stlar.